Dubayda to'rt tog' bilan mazza qilib dam olib kelish nech pulga tushadi? Bu savol meni juda ham qiziqtirardi. Shuning uchun men yaxshi tur topish uchun Mandarin Turga yo'l oldim. Biz Mandarin Turga bordik va $385 3 kun Dubay va 4 kun Raselxaym turini oldik. Turning ichiga samolyot chiptalari, otelda yashash, transport, sug'urta va nonushta ham kirardi. Biz samolyotga o'tirdik va 3 soatda Raselxaymga yetib keldik. U yoqdan bizni tekinga avtobus Dubayga olib ketdi. Otelga joylashdik va ertangi kuni metroga o'tirib Dubai Mall, Burj Khalifaga yo'l oldik va chiroyli joylarni ko'rib rasmga tushib oldik. Keyingi kunimiz esa juda ham qiziq bo'ldi. Mandarin Turga yozib safariga ekskursiya oldik. Bu $30-40 ga tushdi. Bu turning ichiga bizni otelimizdan Nissan Patrol olib ketdi va cho'lga olib borib kvadrotsikllarda uchirdi. Kvadrotsikl pulliga kam $40. Mashinamiz cho'lning tepasida to'xtadi va biz mazza qilib rasmga tushib oldik. Undan keyin esa bizni lagerga olib borishdi. U yoqda olov shoni va arabcha raqslarni ko'rdik. Keyin esa mazza qilib ovqatlandik. Keyin bizni mashina yana qaytarib otelimizga olib borib qo'ydi. Keyingi kun bizni yana tekinga avtobus Raselxaymga olib ketdi va biz 4 kun mazza